Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun AutoCAD bo'yicha 3-chi darsimiz davom etadi. O'tgan darsda 3 ta buyruq bilan tanishgandik. Bugun ham Xudo xolasa bir 3-4 ta buyruq bilan tanishtirishga, o'rgatishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Birinchi buyruq arc, bugun rectangle, ellipse va hash bilan tanishtirib o'taman. Iloji boricha qisqa qilishga harakat qilaman, chunki qisqa video qilsa ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Juda ko'pchilik ko'rmaydi. Shuning uchun qisqa, lo'nda, tushunarli qilishga harakat qilaman. Har doimgidek buyruqlarni klaviaturadan chiqarsa bo'ladi. Klaviaturada yozasiz, arc yozsangiz, mana uzr. Mana arc. Mana birinchisi arc, probel yoki enter. O'sha buyruq ishga tushdi mana. Mana arc chizib olsangiz bo'ladi. Har xil tusdagi arc, yoy, ya'ni o'zbekcha yoymi, arcmi, xullas tushuna olaverasiz o'zingizga qulay qilib. Buni ichida kirsangiz har xil variantlari bor. Buni o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Men boshlanishi oddiy nimalarni ko'rsatib ketaman sizlarga. Bu nima deyapti? Masalan, oddiy birinchisini tushuntirishga harakat qilaman. Start, center, end deyapti. Ya'ni boshlanishi, o'rtasi va oxiri deyapti. Bunisi nima deyapti? Start, center, angle deyapti. Oxirida angle degani burchak deyapti. Mana boshini, o'rtasini va burchagini chizib beraman deyapti. Mana boshi, mana o'rta, mana burchak keyin ketdi. Burchak chizaman deyapti. Ko'rdingizmi mana? Ikkita nuqta berdik-ku mana. Mana orqasiga qaytaramiz, mana qaytardik, mana ko'rdingizmi mana? Chiqishni boshlayapti уже. Вот. Mana qaytdi burchak. Mana necha gradusga bursang deyapti, o'shancha yoy chizib beraman deyapti bu. Mana misol uchun men hozir 90 gradus kiritaman. 90 gradus kirsa, 90 gradusli yoy chizib beradi. Mana ki. Xuddi shu shaklda hozirroq ingliz tilidan xabaringlar bo'lsa, juda qiyin narsa emas. Foydalanib ko'rsanglar, tushunib olasizlar nima deyotganini. Bu yerda 2 ta, 3 ta, 4 ta, 7-8 ta varianti bor ekan. Xuddi shunday davom etaverasizlar. Demak, keyingi buyruqimizga o'tamiz. Keyingisi rectangle. Bu to'rtburchak chizadi. Rectangle mana to'rtburchak chizadi. To'rtburchak. Bu yerda ham o'lchamlarni berish mumkin. Misol 400 ga tabda bosasiz, ikkinchi tomonni kiritasiz. 400 mana ki. Adashib ketdi. 400 ga 400 bo'lmay shekilli. Adashdik, xato bo'lib ketdi. Xullas, mana ikkinchi tomonni ham bersa bo'ladi. 400 tab yana 400 mana ki. 400 ga 400 endi ishladi. Xuddi shu zaylda mana ki bu yerda ko'rsatyapti. Obsho uzunligi 1600, 400 dan bo'lgandan keyin perimetri 1600 bo'ladi. Mana ki bu properties. O'tgan darsda ham aytib o'tgandim. Bu yerda xarakteristikasini ko'rsanglar bo'ladi. Chizgan obyektlaringizni rangidan tortib hammasi shu yerda ko'rinadi. Uzunligi qancha, parametri qancha, yuzasi qancha ko'rinadi. Buni yuzasi qani desanglar, mana ariyada yuzasi ko'rinib turibdi. 160.000 kvadrat deyapti. Ya'ni bu millimetrda turibdi. Keyingisi bu yerda rectangle ichida ham yana bitta buyrug'i bor, poligon deydi. Buni poligon hozir 4 ga turibdi. Buni hozir 5 qilsak, 5 burchak chizadi. Adashmasam shunday edi. Inscribed in circle deyapti. Ichida bo'lsinmi? About circle deb ichkisini qilamiz. Mana bu yerda ozroq geometriyadan xabaringlar bo'lsa, bu 5 burchakda nimaga nisbatan chizadi desa, ichki chizilgan aylanami yoki tashqi chizilgan aylanami, shunga nisbatan hozir so'radi. Mana hozir bu tashqi chizilgan aylanaga nisbatan bu 5 burchak. Ichki emas, mana tashqi. Nimaga bunday deyapman? Sababi aylana chizgan vaqtingizda, aylana chizsanglar,
mana buni radiusi mana shunga nisbatan mana bunimlar nimasi bittada yotadi. Mana shu yerda. Ko'rdingizmi? Va shunga nisbatan so'radi. Ichkisi bo'lsa, mana hozir yana bitta olib ko'rsam, ichki bo'lsa, so'rasa agar yana bir marta mana 5 da manaki circumscribed about circle. Mana ko'rdingizmi? Endi yon tomoniga nisbatan aylana chizib, o'shanga nisbatan olyapti o'lchamini. Misol 500 deylik. Mana ko'rdingizmi? Ichida 500 radiusli aylana sig'adi. Buni qanday qilib ko'rsataman? Mana aka sizga olaman. Ichida 500 radiusini kiritaman. Mana ichida ko'rdingiz? Ichida 500 lik aylana joylashadi. Xuddi shunaqa. Ketaverasizlar, xuddi shunday iloji boricha buyruqlarni yozib olinglar, sababi ertaga o'zingizlarga kerak bo'lib qoladi bu buyruqlar. Foydalanasizlar. Demak, yana bir marta qaytarib ketaman. Bunisi tashqi chizilgan aylanani radiusiga nisbatan. Bunisi ichki chizilgan aylanani radiusiga nisbatan so'raydi. 5 burchakda. O'zi aslida bu ko'p burchak hisoblanadi. Endi 5 burchak dedim. Sababi 5 ta burchagi bor. Bunisi nima? Bunisi ellips. Buni ham ishlasanglar bo'ladi, ko'rsatib ketaman. Kam ishlaydi odatda, manaki har xil shakllarini olsanglar bo'ladi, olib qimirlasanglar ajoyib narsalar hosil qilsa bo'ladi. Buni nimada foydalanishingiz mumkin? Buni xuddi shunday olib silindr chizayotgan bo'lsangiz, silindrda foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun mana hosil qildingiz. Mana silindrga ko'rdingiz, juda o'xshamadi, o'xshadi mana silindr. Ko'rdingiz? Silindr tepasi mana shu ellipsdan iborat bo'ladi. Shu shaklda foydalansanglar bo'ladi. Keyingisi hatch. Hatch bu nima desa, shtrix beradi, ya'ni obyektni ichini shtrixovka, ya'ni bo'yamaydi, bu shtrix beradi. Mana shunaqa shaklga olib kelib qo'yadi. Mana ustiga bitta bossangiz, mana shtrix bu. Xo'p, shtrixni ham buni o'zgartirsa bo'ladi. Buni har bitta shtrixning orasidagi o'sha masofasi, masalan, hozir 1 bo'lib turibdi. Shuni masalan 1000 qilsam, hozir orasi kengayib ko'rinishni boshlaydi. Nimaligi mana aka, ko'rdingiz? 100 bo'ldi. 100 har bitta masalan. Hozir o'lchashga harakat qilamiz. Qaniki 100 nima bu orasidagi masofa? Xullas, bu uni orasidagi umumiy shtrixlarni kattaytirib kuchaytirsangiz bo'ladi. Bu yerdan o'lcham berib, masalan 25 qo'ysam, yana ham kichrayadi. Manaki torlashadi, zichlashadi. Bu yerdagi yana har xilga o'tkazsangiz bo'ladi. Mana bu yerda shtrixlarning har xil turi bor. Ketaverasiz. Betonniki alohida, yerdiki alohida, mana ark konkretniki mana bunaqa bo'ladi. Mana hozir 2 qo'ysam, manaki konkretda qanaqa bo'lishini ko'rasiz. Konkret mana shunaqa. Konkret degani o'zbekchada bu beton deganini bildiradi. Yerdiki ham bor, toshdiki ham bor, g'ishtiki ham bor. Mana bu g'ish. Mana bu g'ish, mana 30 qo'ysa, mana aka g'ish. O'ziga keraklisi mana bu yerda tanlab olaverasiz. Nima kerak bo'lsa, har xil bor. Mana aka xohlasangiz bunaqa, xohlasangiz boshqacha. Qisqacha shu, bugun darsam cho'zilib ketdi, ming bor uzr. Qisqa qilishga harakat qilgandim. Arc, rectangle, ellipse, hatch. Hammaga rahmat, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Kanal rivoji uchun bu katta yordam hisoblanadi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi darsda ko'rishguncha.